O'zbekiston xalq yozuvchisi Asqat Muxtorning Chinor romanini taqdim etadi. O'zbekiston xalq yozuvchisi Asqat Muxtor o'zining serqirra ijodiy estetik faoliyati bilan 20-asr milliy madaniyatimiz rivojiga sezilarli ulush qo'shdi. Uning mumtoz she'riyatimiz, nasrimiz, dramaturgiyamiz va tarjimachilik san'atimiz bisotidan munosib joy olgan qancha o'qishli asarlari bor. Yodingizda bo'lsa, adibning qariyb 5 yillik ijodiy mehnati mahsuli bo'lmish Chinor romani bosh qahramoni Ochil buva taqdirning lahzalik hal qiluvchi sinoviga dosh berolmay o'zini nobud qilgan Akbaraliga shunday ta'rif beradi. O'zi bandi mo't edi, uchdi ketdi. Asqat Muxtor avlodning bolalik va o'smirlik yillari kechgan o'tgan asrning 20-30 yillari shafqatsiz bo'ronlari ham uning son sanoqsiz tengdoshlarini bandi murt yaproqdek uchirib, nes-nobud qilganiga tarix guvoh. Kolxozlashtirishdek noinsoniy siyosat butun mamlakatni zir titrayotgan bir pallada 11 yoshida otasidan ayrilgan, yana 11 nafar norasida bilan yolg'iz ona qo'lida qolgan Asqatning shukurlar bo'lsinki, bandi murt umri qisqa emas ekan. Qolaversa adibga tengdosh, u bilan bir vaqtda yozishni boshlab, undan-da ko'proq umr nasib etgan qanchadan qancha qalamkashlar bitgan narsalar, aynan bandi murtligi tufayli ham mualliflardan oldinroq yo'qlik sari yuz tutgani ham achchiq haqiqatdir. San'at va adabiyotning estetik hodisa ekanini, ular avvalo ming jilvada turlanuvchi insoniy his-tuyg'ular, odam bolasi to qiyomat qadar o'yga toldiruvchi abadiy muammolar tasviri, tahlil va talqini bilan band bo'lish lozimligini unutmagan holda yana bir haqiqatni ham aytmoq kerakki, zamonasi dardlariga insoniyat o'z xalqi va millati taqdiriga befarq ijodkor o'sha san'at yoki adabiyotda hodisa bo'lg'ulik birorta asar yarata olmaydi. San'at va adabiyotning hozirga qadar yashab kelayotgan barcha mumtoz namunalarning xamir turishida mualliflar o'z zamonasidan orttirgani achchiq dardlar, ularning qalbiga zamona kishilar yetkazgan kuchli ozolar mujassamdir.